menga bir kun yozishadi, hammaligisi yozishadi, o'g'il bo'ladi, men aniq bilaman buni. Hisob kitob, kalendar, Xitoy, Yapon kalendarlari tan oling, ishlamaydi. Men agar mana shu 3 ta maslahatimni beraman podpischiklarimga, hammaga 3 tasini qilsa menga bir kun yozishadi, hammaligisi yozishadi, o'g'il bo'ladi, men aniq bilaman buni. O'g'illik bo'ldim bugun, Komolapa shunaqa maslahatingizga men amal qildim. Berdi Alloh, mana bunaqa Muhammad yoki nimada ism qo'ydim deb bir kun yozishadi, ko'radi yoki kelishadi. Xo'p, 3 ta maslahatim. Eng muhimi, birinchisi niyat. Niyat so'radingizmi? So'ragandan keyin ishoning-da, unga 100% ishoning, beradi. Ikkinchisi istig'for va tahajjud. Uni nimaligini men endi kommentimda izohda yozib ketaman, o'zligingiz o'qib olishadi kommentda. Uchinchisi bu yordamchi, sababchi deysizlar, sizlar o'sha sababini qilinglar deysizlar. Sababi mayli, ovulyatsiya kunini bilib oling, qachon bo'lyapti, nechinchi kun ovulyatsiya bo'lyapti va yeb ichishingizga e'tibor bering. Tabiiy ovqatlaning. Homiladorlik bo'lishidan oldin rejalashtiring bu hamma narsani. O'sha oqsilga boy ovqatlaning, go'sht, baliq, tovuq, sut mahsulotlari, bular hammasi homilani o'g'il farzand bo'lishiga ko'proq sabab bo'ladi, yordam berishi mumkin. Mana shu 3 ta asosiy sabab o'g'il bo'lishiga, xudo xohlasa sizga ham nasib qiladi bir kun o'g'il bo'lish, sabab bo'ladi inshaalloh.